Umar Faruq roziyallohu ta'ala anhuni xilofatlariga bir jalsa doir bo'ladi. Bu jalsaga o'ltirilgan kishilarning ichida bir tane oldidan qannidan bir bot qochadi. Va buni isi Janob Umar roziyallohu ta'ala anhuning bellariga keladi. Tabiiydiki Janob Umar roziyallohu ta'ala anhu agar shu isni ehsos qilgan bo'lsalar, boshqalar ham ehsos qiladi. Boshqalarda ham buniga kelgandi. Hazrat Umar Faruq aytdilarki, jalsaga o'ltirgan kishi kasiki uni qannidan bot qochdi. Men adabi bilan aytaman. Tushunyapsizlar meni gapimga. Kasiki ba istiloh tahorati sindi, borib tahorat qilib kelsin, namozda o'qiymiz, namozda o'qiymiz. Jarir bin Abdullah radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Amirul Mo'mininga aytadi: "Ey Rasul Xudoning xalifasi, qancha zebo va qancha yaxshi bo'ladiki, hamma biz shu o'toqdagilar chiqsa, shu jalsaga o'ltirganlar dashdan borib bir vuzu qilib tahorat qilib kelsak va toza tahorat bilan namozni bizlar o'qigandaymisak." Umar Faruq roziyallohu ta'ala anhu aytdilarki: "Ey Jarir bin Abdullah, voqean ham qabla islom ham sardor va oqo eding, islomga ham sardor va oqosan sen" dedilar. Mardsan, mard dedilar. Jarir bin Abdullah roziyallohu ta'ala anhu hadafini shoyat olgan bo'lsanglar amalaring. Hadaflari shu ediki, o'sha kasiki tahorati sindi ba istiloh qanidan bir bod, bir shamol qochdi, agar u to'rakagidek bo'lsa, kam az kam 200 nafar jalsani ichidagiga obro'si ketadi. Baxotir hifz obri o'sha musulmon Janob Jarir bin Abdullah sohiba aytdilarki, qancha zebo bo'ladi Amirul Mo'minin, hamma biz borib dashdan bir tahorat qilib kelsak dedi. Mana bu de islom. Mana bu de dindorlik. Ro'zgoriki bizlardan roz ramzlar ifsho bo'ldi, tit bo'ldi xonadonlarimizdan, mana shu farishonliklarga bizdan nima qildik? Qoldik. Men sizni keyiningizdan ta'qib qilamanki, bir rozini topsam, bir ramzini topsam, bir aybini topsam va siz meni keyinimdan ta'qib qilasiz. Agar jamoatga siz masjidga to'xtalgan bir kishidan qannidan bir bot qochadi. Shu kishiga tariqi islomiy shudiki, na tanhoki shu asosga chiqib ketgidek bo'lsa masjidning ichidan. Agar safga to'xtasa ham katta jurumdiki betahorat bir kishini joyiga bu to'xtafdi. Va agar rohat chiqib ketgan suratga ham hamma mardum uni ko'radiki, bor shundan qochdi. Qancha obro'yi sarozir bo'ladi. Falihozo behtarin yo'liki shu kishiga torati sinadi, bennisini ushlab chiqib ketsin deydi. Qurboni bo'lsam dinimizga, qurboni bo'lsangiz bu shariatga. Obro'yi bir kishi